Uka, men boyman, pulim ko'p. Neymarda Dubayda uy olib turib eshitdim. O'sha Dubaydan qo'shni bo'lmoqchiman Neymar bilan. Qo'shni bo'lmoqchimisiz? Ha, ko'rsatalasanmi Neymarda uyini? Albatta ko'rsataman, keling. Mana pastda ketayotgan qurilishni ko'ryapsizmi? Bu uy Dubaydagi eng hashamatli qurilish majmualaridan biri bo'ladi. Hattoki o'zingizga tegishli Bugatti'ni o'zingiz yashaydigan qavatga parkovka qilishingiz mumkin. Yo'q-e. Necha puldan boshlanadi bu uylar? Neymar 54 million dollarga sotib oldi. Sizga 20 million dollardan variantlar qilib beramiz. Ya, menda pulim kam edi-ku. Kirib kelishingizda boyman deb qaddingizni kirib keldingiz-ku, qancha pulingiz bor o'zi? 200 ming dollar pulim bor-da. Ha, 200 mingmi? Kechirasiz aka, u pulga Neymarni kuchukchasiga ham qo'shni bo'la olmaysiz. Bor-e, men o'zim Toshkentdan olaman. Shoshmang aka. Neymarga emas, o'zimizni Jaloliddin Masharipovga qo'shni bo'lsangiz-chi aka? 200 ming dollar bilan qo'shni bo'la olamanmi? 200 ming dollar pulingiz har holda boshlang'ich 24% ni to'lashingizga yetadi. Qolganini bir necha yil davomida to'lasangiz bo'ladi. Bo'ldi, o'sha variantni menga ko'rsat, shartnoma imzolaymiz. Keling aka.